3-bob. Qo'ng'iroq tugmachasini bosganimda eshikni Diananing o'zi ochdi. Biz mehmonxonaga kirgunimizga qadar bir-birimizga bir og'iz ham so'z qotmadik. U o'tgan safargiday stolchaning narigi chekkasiga o'tirib oldi-yu, menga istehzoli nazar tashlab, sovuqqina kulib qo'ydi. Qaytib kelishingizni bilgandim. Nega menga bor gapni gapirib bermagandingiz? Diana sigareta tutatdi. Keyin o'ylanqirab menga qarab qo'ydi. Ochig'ini aytib qo'ya qolay. Agar o'zingiz o'ylab, gapning tagiga yeta olmaydigan bo'lsangiz, demak, siz bu ishga yaramaysiz. Bu sizga bolalarning bekinmachog'i emas, nihoyatda xavfli ish. Bir narsa menga hali ham ravshan emas, dedim. Uni xotini o'ldirib, mashinasini sizning uyingiz oldiga tashlab ketganiga nega bunchalik ishonchingiz komil? Bu ishni bironta boshqa odam qilishi mumkin emasmidi? Batler siz bilan qochib ketmoqchi bo'lganini bilgan odam demoqchiman. Bu aqlga sig'maydigan gap. Bundan tashqari, xotinidan boshqa hech kim bunga harakat qilmasligi va o'zini xavf-xatarga qo'yishi mumkin emas edi. Bor gapni endi ochiq-oydin gapirib bering desam, bunga nima deysiz? Buning uchun siz avval o'z qaroringizni ma'lum qilishingiz kerak, dedi Diana sovuqqina qilib. Menga sherik bo'lasizmi, yo'qmi? Sherikchilik qilmasam qaytib kelarmidim? Qonunga xilof ish qilasizmi? Bu haqda o'ylab ko'rdim. Buncha pulga ega bo'lgan odam qonunni o'ylamaydi. Chunki uni o'zi buzib turibdi. Shuning uchun ermi, xotinmi politsiyaga murojaat qila olmaydi. O'z vijdonini poklash uchun $60,000 ga juda ko'p uyqu dorisi sotib olish mumkin. Diana qoshini chimirdi. Nega 60,000 olaman deb o'ylayapsiz? Men sizga 3dan 1ni beraman. Bu haqda gap bo'lishi mumkin emas. Yo yarmi, yo bo'lmasa gap tamom. Juda uyatsiz ekansiz. Nega uyatsiz bo'lar ekanman? Men ajdarning komiga ketyapman. U yerda butun uyni titkilab chiqishim kerak. Sizga balo ham urmaydi. Yaxshi. Xo'p, rozi bo'ldi Diana. Xotirjam bo'ling. Aytdim qo'ydim-da. Roziman. Yarmini olasiz. Gap bundoq bo'pti. Qani, endi bir boshdan gapirib beringchi. Yaxshi, dedi u. Uning o'lganiga bunchalik ishonch hosil qilganimga endi ishonasiz. U o'lgan bo'lishi kerak. Batler mana shu yerga kelishi kerak edi. Batler ahmoq emas. U biron joyda yashirinib tursak, niyatiga yetishini yaxshi bilardi. Biz ikkimiz aniq reja ishlab chiqqandik. Mo'ljalimizni amalga oshirishdan 2 oy oldin mana shu xonadonni ijaraga olgandim. U pulni olib, to'ppa-to'g'ri shu yerga kelishi va men uni 2 oy shu yerda yashirib turishim kerak edi. Shov-shuv yo'qolib izlar bosilgandan keyin avtoangorimizni biroz o'zgartirib, mashinada g'arbiy sohilga ketishni mo'ljallab qo'ygan edik. U San-Fransiskoda nomini o'zgartirib, yangidan hayot boshlamoqchi edi. Uning mashinasini shu yerga qo'yib ketish juda ajoyib g'oya edi. Endi gaplarimga ishondingizmi? Ha, ishondim. Faqat bitta narsaga. Pul Mount Templedaligiga unchalik ishongim kelmay turibdi. Axir Batlerni boshqa bironta odam o'ldirib, pulni olib ketgan bo'lishi mumkin-ku. Bunday bo'lishi mumkin emas. Buni hech kim bilmagan. Faqat xotini bilardi. Uni oxirgi marta ko'rganimda xotinining o'zidan shubhalanayotganini, nazarida go'yo orqasidan isquvar qo'ygandek tuyulayotganini gapirib bergan edi. U bilan qachon tanishgansizlar? Siz rostdan ham Mount Templeda hamshira bo'lib ishlaganmisiz? Ha, o'tgan kuzda. U ishni to'g'rilaguncha shu shaharda yashab turishim kerak edi. Mana hozir ham 4 oy bo'ldi shu yerda yashab turibman. Sizni juda sevib qolganmidi? Ha, shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylayman. Sizchi? Sizga uning puli kerakmidi, o'zimi? Tabiiy, u ham, bu ham. Biz bir-birimizni xohlardik. Shu bilan birga puldor bo'lishni ham. Siz nima deb o'ylagandingiz? Tristan bilan Izolda debmi? Endi xushtoringiz u dunyoga ketgandan keyin puliga ega bo'lmoqchi bo'ldingizmi? Jilla bo'lmasa yarmiga. Aniqlik kiritdim. Tushundim. Yana nimani so'ramoqchisiz? Nima, u deb men o'zimni o'ldirishim kerakmidi?
Yaxshi fikr. Ruxsatingiz bilan e'tiroz bildirmayman. Mount Templegacha masofa 200 kilometr atrofida, dedim. Yengil mashinada 4 soatlik yo'l. Diana boshini qimirlatdi. Siz avtobusda borishingiz kerak. Nima uchun? O'zingiz o'ylab ko'ring. Siz o'sha uyda 2 yoki 3 kun bo'lishingiz kerak bo'ladi. Mashinani qayerga qo'yasiz? Uyning oldigami? Shaharning biron joyiga qo'yib qo'yishim mumkin. Mumkin emas. Odamlarning ko'ziga tashlanib qoladi. Politsiya ham uni e'tiborga olib qo'yishi mumkin. Kim biladi hali nima gap so'z bo'lishini. Diana haq edi. Boshqa shaharning raqami yozilgan mashina bir joyda uzoq turib qolsa, hammaning e'tiborini jalb qilishi mumkin. Bundan tashqari, avtobusda ketish ham ancha maqbul edi. U yoqqa borib, yana orqaga qaytib kelganimni hech kim ko'rmasligi va hech kim meni tanib qolmasligi kerak. Shuning uchun avtobusda bormayman. To'ppa-to'g'ri, dedi Diana. Avtobusda borsangiz ehtiyotsizlik qilib qo'ygan bo'lardik. Yaxshisi, sizni o'zim eltib qo'ysam ma'qul bo'lsa kerak, menimcha. To'g'ri, rozilik bildirdim. Meni uyning orqasiga, qorong'i bir yerga tushirasiz-da, qaytib ketib, Mrs. Butler bilan shug'ullanasiz. Bugun seshanba. Agar uy siz aytgandek katta bo'lsa, uning ichida 2 kun bo'lishim kerak. Demak, men sizni juma kuni kechasi soat 2 da uyning orqasida kutaman. Siz meni olib ketasiz. Shunda biz yo pulni qo'lga kiritamiz, yo bo'lmasa pul u yerda yo'qligiga ishonch hosil qilamiz. Bo'pti, kelishdik. Diana o'rindiqqa yaslanib o'tirib oldi-yu, ishonqiramay menga tikildi. Yana bir gap. Mabodo boshqa xayolga borgan bo'lsangiz, dedi u. Agar meni u yerda bo'lmaydi deb pulni olib juftakni rostlab qolmoqchi bo'lsangiz, o'ylamang uzoqqa boraman deb. Politsiyaga qo'ng'iroq qilinishi bilan birpasda qo'lga tushasiz. Diana rostdan ham hamma narsani rejalab qo'ygan edi. Qaysi erkak sizday go'zal sanamni tashlab ketadi? Dedim. Shuncha pul turganda-ya, yaxshisi bunga urinmang. Qo'rqmang. Xotirjam qildim uni. Shunday qaltis ishga qo'l urdimki, sizni ham ogohlantirib qo'yishim kerak. Men ham sizni aldab ketishingizni maslahat bermagan bo'lardim. Soatga qaradim. 3 dan 10 daqiqa o'tibdi. Biz Sanportdan yarim tunda yo'lga tushdik. Yo'lga chiqishdan oldin mashinamni garajga qo'ydim. O'zim uchun cho'ntak fonari, bir necha zaxira batareya, yelimli tasma, bir necha quti sigareta degandek kerakli narsalarni sotib oldim. Diana mashinani tez haydadi. Yo'lning kattagina qismini soatiga 100 kilometr tezlikda bosib o'tdik. Yo'lda mashina harakati kam edi. Qandaydir qishloqqa yetib kelganimizda u tezlikni pasaytirib 60 kilometrga tushirdi. Keyingi qishloq bizniki, dedi u. 50 kilometr qoldi. Siz orqaga qaytganingizda tong yorishib qoladi, dedim. Buning ahamiyati yo'q. Sanportda meni hech kim tanimaydi. Mrs. Butler tushgacha o'rnidan turishi dargumon. Ehtimol uni politsiya nazorat qilayotgandir. Balki ular qaytib kelib xotini bilan uchrashadi deb o'ylashayotgandir. O'ylasa o'ylashaversin, dedi Diana. Ular axir hech nimani bilishmaydi-ku. Li, sigaretdan bering. Unga sigareta berdim. Olov tutib o'zim ham chekdim. Nimadandir yuragim g'ash, dedim. Ehtimol pulning ko'pgina qismi qimmatli qog'ozlardan iboratdir. Uni qanday pulga aylantiramiz? Yo'q, e'tiroz bildirdi u. U faqat dollarni olgan. Bankka ko'p pul topshirilgan kunni tanlagandi. Pul ham salmoqli bo'lsa kerak. O'zingiz uyning qayerini qidirgan bo'lardingiz? Bu eski uy, javob berdi Diana. Juda eski va juda mahobatli. Siz ishni poldan boshlab asta-sekin pastga tushib boraverishingiz kerak deb o'ylayman. E'tiboringizni asosan uyning qayeri tuzatilgan, ta'mirlangandek ko'ringan joylarga qaratishingiz lozim. Shu bilan birga moy surtilgan deraza raxlari, eshikning kesaklari ham nazaringizdan chetda qolmasin. Ayolning nihoyatda ayyorligini yoddan chiqarmang. Pul eski latta puttalarga o'ralgan va biron quti yoki axlat chirakchasida yotgan bo'lishi ham mumkin. Vaqtingizni ayamang. Politsiya bilan to'qnash kelishdan ehtiyot bo'ling.
tavakkal ish qilgim yo'q, dedim. Shuning uchun siz u bilan ajrashganingizdan keyin Mount Temple'ga qaytib ketmaganmikin deb shubhaga boradigan bo'lsangiz, buni menga qanday qilib ma'lum qilishingiz haqida o'ylab turibman. Agar shunday bo'lsa, telefon qilib, axir siz kim qo'ng'iroq qilayotganini bilmasdan turib go'shakni ko'tara olmaysiz-ku. Gapimning oxirigacha quloq soling, dedim. To'g'ri, men kimligini bilmasdan turib go'shakni ko'tara olmayman. Bu yog'ini eshiting. Kechasimi, kunduzimi har bir soatning aniq boshlanishi oldidan qo'ng'iroq qiling. Men go'shakni ko'tarmayman. Siz chorak soat o'tib yana qo'ng'iroq qiling. Men tasodifiy qo'ng'iroq bo'lsa kerak deb javob bermayman. Agar yana rosa 15 daqiqa o'tib qo'ng'iroq qilsangiz, bu siz ekanligingizga ishonch hosil qilaman-u, go'shakni ko'taraman. Siz oddiygina qilib, "Qalay, Mrs. Butlerning ahvoli yaxshimi?" deb so'raysiz. Men "Ha" deb javob beraman-u, go'shakni qo'yaman. Bir daqiqa o'ylab turib, fikrimdan qaytdim. Yo'q, umuman hech nima demayman. 15 daqiqa oralab 3 marta qilingan telefon qo'ng'irog'ining o'zi kifoya qiladi. 3-chi qo'ng'iroqdan keyin men yashirinaman. Yomon emas, dedi u. Kallangiz ishlabdi. Qiziq. Siz ko'p jihatdan Butlerga o'xshab ketyapsiz. U qidirmasdirov. Nima uchun? Chunki u o'lgan. Ikkimiz ham jimib qoldik. Oradan bir necha daqiqa o'tib, u "Hozir yetib kelamiz. Chap tomondan birinchi uy 12", dedi. Men atrofga nazar tashladim. Chor atrof qop-qorong'i. Ancha naridagi qorayib turgan quyuq daraxtlar orasida binoning tarixi arang ko'zga tashlanib turardi. Biz o'ngga qayrilib, past bo'yli daraxtchalardan iborat villaning oldidan chiqdik. 3 uy narida chiroq bilan yoritilgan chorraha bor edi. Diana mashinani chapga burib, bir necha 100 metr yurgandan keyin yana chetga burdi. Biz binoning orqasidan chiqdik, ma'lum qildi u. Uy simli to'r bilan o'ralgan va atrofi tolguldan baland to'siq qilingan. Lekin darvozasi ochiq bo'lsa kerak. Ochiq bo'lmasa, undan oshib o'tishingiz yoki aylanib o'tib binoning markaziy kirish joyi ro'parasidagi darvozadan kirishingiz mumkin. Omad yor bo'lsin. Kelishuv yodingizda bo'lsa kerak deb o'ylayman, dedim. Payshanba kuni kechasi 2lar atrofida o'sha joyda. Diana mashinani to'xtatdi. Men mashinadan tushib eshikni yopdim. U xayr degan ma'noda qo'lini silkitib qo'ydi-yu, mashinani yeldirib ketdi. Yolg'iz qoldim. Muyulishdan o'tgandan keyin mashina ortidagi qizil chiroq g'oyib bo'ldi. Men ko'zim qorong'ilikka o'rgansin degan o'yda yo'lakka chiqib to'xtab turdim. Osmonda oy yo'q. Tun issiq va sokin. Qayerdadir it akilladi. Endi qop-qora to'siqning tarixi aniq ko'rina boshladi. Men to'siqning shoxlaridan yuzimni pana qilib qo'limni to'siqqa tegizdim. Keyin darvozani topish umidida to'siq bo'ylab yurib ketdim. Mashinadan chiqayotganimda soat necha bo'lganini ko'rib olmabman. Lekin 2 soatlardan keyin tong yorisha boshlasa kerak. Bu vaqtda men uyning ichiga kirib olgan bo'lishim shart. 20-30 qadamlar to'g'ri yurib bordim. Darvoza ko'rinmadi. Muyulishga borib boshqa tomonga qarab ketayotganimni sezib qoldim. Qo'limni to'siqqa tekkizgancha orqaga qaytdim. Tolgulning bo'yi baland, salkam 2 metrlar chamasi. Tolgul qalin o'tkazilgan, eni 4 metrlar kelardi. Nihoyat darvozaga yetib keldim. Qo'l tegishi bilan g'ichirlab ketdi. Darvoza tutqichini paypaslab topib yetargan edim, asta-sekin ochila boshladi. Keng sayxonlik ortida bino qorayib turardi. Uy juda mahobatli, yerto'lasi bor, aftidan 2 qavatli edi. O'ng tomonda bir narsa qorayib turibdi. Bu garaj bo'lsa kerak. Men o'sib ketgan tolgul shoxlari orasidan tiqilib o'tib, hamma derazalarni ko'zdan kechira boshladim. Hech qayerda chiroq ko'rinmasdi. O't o'lanlarni bosib, orqa peshayvonga o'tdim. Birdan yarim gektardan kam bo'lmagan daraxtzor, maysazor bog' ham borligini mutlaqo o'ylab ko'rmaganimiz kallamga urildi.
Agar pul bog'ning biron yeriga ko'mib qo'yilgan bo'lsa, uni ikki dunyoda ham topolmaymiz. Endi pul uyning ichida degan umiddan boshqa ilinj qolmadi. Men uyning orqa devori bo'ylab peshayvon atrofida aylana boshladim. Qorong'uda yerto'laning ikki derazasi ko'zga arang tashlanardi. Derazalar deyarli yer bilan barobar qisman to'siq bilan o'ralgan edi. Birinchi derazaga yaqin kelib, cho'ntak fonari bilan yoritdim. O'rab qo'yilgan sim panjara bilan derazani qurum bosib ketgan. Shunday bo'lsa ham ilgakni axtarib topdim. Ilgak tushirilgan ikkinchi deraza ham shunday. Demak, derazalar qulflog'liq. Men to'xtab o'ylab oldim. Chap tomondagi deraza butalar bilan yaxshi berkitilgan. Uning oldida tizzalab o'tirib oldim-da, fonar bilan sim panjarali romdagi ilgakni yoritdim. Keyin ochqich bilan ilgakni itarib, panjarali romni ko'tardim. Cho'ntagimdan g'altakka o'ralgan yelimli lentani olib, oynaning ikki tarafiga burchakma-burchak qilib yopishtirib, qo'l bola atverka bilan oynani sindirdim. Yopishqoq lenta oynani yerga tushirmay ushlab qoldi. Ochqichni ichkari tiqib, shpingaletni ko'targan edim, deraza osongina ochila boshladi. Derazani ochib ichkari kirdim-u, panjarani tushirib, derazani yopdim. Keyin darhol atrofga ko'z yugurtirdim. Yerto'la keng, o'rtasida pechka turibdi. Devorning qarama-qarshi tomonida ko'mir solingan yashiklar va bir nechta chamadon turardi. Ularning atrofida bir to'da gazeta va jurnallar uyilib yotardi. Chiroq nuri eshikka tushdi. Borib ochdim. Yerto'laning bu qismi kirxona ekan. Devor oldida kir mashina turardi. Pulni bu yerdan qidirishdan ma'no yo'q edi. Hammadan burun butun uyni aylanib chiqishim va reja tuzishim, undan oldin uyda xizmatkor bor yo'qligiga ishonch hosil qilishim kerak. Diana James xizmatkor uyda bo'lmaydi degan edi. Mabodo u adashgan bo'lsa-chi? Unda tuzoqqa u emas, men tushaman. Joyimga qaytib kelib, yuqoriga chiqadigan zinani qidira boshladim. Uni topdim-u, cho'chib tushib, joyimda qotib qoldim. Cho'ntak fonarimni o'chirdim. Nafasimni ichimga yutib, quloq sola boshladim. Sukunat qo'ynida yuragimning urishi-yu, allaqayerdan elas-elas musiqa ovozi eshitilib turardi. Sochlarim tikka bo'lib ketdi. Hayqotday bo'm-bo'sh uyda kechasi soat 4 da musiqa chalinishi g'alati. Bir daqiqa quloq solib turdim-da, fonarni yoqib zinadan ko'tarila boshladim. Yuqorida eshik bor edi. Ochib kirishim bilan oshxonaga chiqdim. Axlat qutisi ortida deraza bor ekan. Parda tortilgan. Men qayerga kirsam, xavotirlanmay bemalol yurishim uchun avvalo deraza pardalariga e'tibor qilardim. Axlat qutisi yonidagi eshik, chamasi orqa peshayvonga, plita yonidagi eshik esa aftidan oshxonaga olib chiqsa kerak. Oshxonaning boshqa tomonida yana bir eshik bor. Bu xizmatkor turadigan xona bo'lsa kerak. Har ehtimolga qarshi birov bormi yo'qmi bir nazar tashlab qo'yish lozim. Oyoq uchida yurib eshikka keldim. Eshik tutqichidan ushlab fonarimni o'chirdim. Keyin sekin, juda sekin tutqichni tortib eshikni ochdim. Xonada jimlik hukmron edi. Men qimirlamay, nafasimni ichimga yutib, quloq solib turdim. Bu xizmatkorning xonasi bo'lishi kerak. Men fonarni yoqib, qo'llarim qaltiragancha polga to'g'riladim. Biron baqiriq-chaqiriq bo'lsa, bir zumda sukunatni buzib yuborishi mumkin. Badanimdan sovuq ter chiqib ketdi. Fonarni asta ko'tarib, pol bo'ylab aylantira boshladim. Uning nuri kravat oyoqlariga tushdi. Yuqori ko'tardim. Hartugul kravatda hech kim yo'q edi. Yengil tortib, chuqur nafas oldim. Eshikni yopib, o'choq boshi orqali oshxonaga o'tdim. Bu yerdagi derazaga ham parda tortilgan edi. Stol bilan javon, ko'hna va og'ir daraxtdan yasalgan. Oynavand javonda juda chiroyli bezatilgan qadimiy kumush servis turibdi.
Bu ota bobolar davrida katta boylik sanalgan bo'lsa kerak. Men fonarimni yoqib oshxonani aylanib chiqdim. Missis Batlerning ichkilikka ruju qo'ygani ajablanarli hol emas. Bunga o'xshagan hayhotday koshonada istiqomat qilgan har qanday odam ham o'zini ichkilikdan tiyib turolmagan bo'lardi. Mehmonxona keng, oshxonaga o'xshash asbob anjomlar yasatilgan, saranjon sarishta. Stollar bilan javonlar qizil daraxt va yong'oqdan yasalgan. Baxmal pardalar qizg'ish, divan va o'rindiqlarning ayrimlariga kashtan rangli duxoba, ayrimlariga qora teri qoplangan. Devor yoqalab qo'yilgan javonga kitoblar terilgan. Men fonarim nurini asta-sekin to'g'rilab, qator-qator turgan kitoblarga nazar tashladim. Qomusning jildlari ag'dar-to'ntar bo'lib yotardi. Ularning orasiga boshqa kitoblar aralashib ketgan. Vujudimni g'alati hissiyot chulg'ab oldi. Men xonaga yana bir bor nazar tashladim. U yerdagi boshqa hamma jihozlar betartib turibdi. Men divanning oldida tizzalagancha uning g'ijimlangan ayrim joylarini ko'zdan kechira boshladim. Lekin bu hech narsaga dalil bo'la olmasdi. Ehtimol buni xizmatkor xonani tozalayotganida qilgandir. Men divanni bir chekkasida o'tirib, devordan nari surdim. Ana shu payt divanga qoplangan gazlama o'tkir pichoqmi, ustarab bilanmi uzunasiga kesilganini ko'rib qoldim. Yostiqlarni ag'darib ko'rdim. Ular ham, o'rindiqlar ham tagidan kesilgan edi. Dastlab vahimaga tushdim. Keyin o'zimni qo'lga oldim. O'tirib sigaret tutatdim. Bularni kim qirqqan ekan? Yo'q, undan ham ahamiyatliroq istagan narsasini topganmikan? Aftidan topolmaganga o'xshaydi. Lekin topolmagan bo'lsa, o'zi qayerda? Nega qidirishni davom ettirmagan? Bundan boshqa fikr ham kelib chiqadi. Demak, kimdir uyni tintuv qilgan ekan, biz haq ekanmiz-da. Aftidan Mr. Batler pulni olib qochmoqchi bo'lganda, erini Mrs. Batlerning o'zi o'ldirgan deb shubhaga borgan faqat biz emas ekanmiz-da. Nima qilsam ekan? Ishni boshlamasdan tugatib qo'ya qolsammikan? Yo'q. Nima bo'lsa bo'lar. Ishni to'xtatmasdan uyni qidirish kerak. Umuman, bu yerga nima uchun kelganman? Juma kuni sahargacha vaqtim bor. Ehtimol boshqa odam hech nima topolmagandir. Men o'rnimdan turib sigaretni kuldonga bosib o'chirdim. Pul haqidagi fikrlar menga tinchlik bermayotgan edi. Men mehmonxonaning qarama-qarshi tomondagi eshikdan chiqishim bilan bir tomoni ko'cha eshikka, qarshi tarafi zinapoyaga olib boradigan yo'lakchada bo'lib qoldim. Zinapoya bilan yuqoriga ko'tarildim. Yuqoriga chiqib, u yoq bu yoqqa nazar tashladim-u, fonarni o'chirib qotib qoldim. Yo'lakdagi bir eshik ochiq, u yerdan past musiqa tovushi eshitilib turibdi. Aslida-ku juftakni rostlashga shoshilishim kerak edi-ya, lekin musiqa ovozi meni go'yo sehrlab qo'ygandek bo'ldi. Men churq etmay turaverdim. Tushib turgan yorug'lik elektr nuri desak juda xira. Undan tashqari nari-beri lipillab turibdi. Gugurt chaqilganmikan? Birovlar uyni yoqib yubormoqchi bo'layotganmikan? Yo'q, bunday bo'lishi mumkin emas. Chunki alanga bo'lsa yorug' bo'lishi kerak edi. Kutib turdim. Yorug'lik o'zgarmadi. Shundan keyin uning nima ekanligini aniq bildim. Bu sham edi. Bu yog'i qanday bo'ldi endi? Cho'ntak fonari narxi 49 sent bo'lib turganda hech kim qo'lida sham ko'tarib yurmasa kerak. Shu haqda o'ylab turgandim, xonaning ichida arang shipillagan tovush qulog'imga kirdi. Xuddi shu payt mana bu ovoz gramplasinka ninasining kuy boshlanguncha aylanadigan tovushsiz ovoz ekanini anglab yetdim. Keyin yurakni junbushga keltiradigan menga noma'lum mayin kuy juda sekin va sokin tarala boshladi. Shu daqiqada eng oqilona ish tezroq qochib qolish bo'lardi. Bunday paytlarda tabiatdan mulohaza qilib o'tirmasdim. Lekin nima bo'lmasin, xonaga mo'ralagim keldi.
Buning uchun eshik tomon 3 yo 4 qadam tashlansa kifoya. Yo'lakka tashlangan gilamcha oyoq tovushlarini yutadi. Eshik oldiga kelib to'xtab qoldim. Endi xatar aniq bo'lib qoldi. Agar xonadagi odam eshik tomon o'girilsa, meni ko'rib qolishi mumkin. Sokin taralayotgan musiqadan bo'lak hech qanday tovush eshitilmayotgan edi. Avvaliga qandaydir diniy marosimda ishtirok etayotganday yoqimsiz tuyg'u ko'nglimga keldi. Asta-sekin tushundim. Bu yotoqxona edi. Patefon polda, uning yonida esa kichkina kumush rang sham yonib turardi. Gilamda plastinkalar sochilib yotibdi. Ularning orasidagi past yumshoq kursida uzun havorang xalatda bir qiz o'tirardi. Qiz musiqa maqomiga moslab tebranib qo'yardi. Sham yorug'ida yon tomondan qarab, qalin qop-qora sochlarini aniq ko'rdim. Qiz haddan tashqari go'zal va g'irt-mas edi. Men eshik oldida qaqqayib turgancha g'azab bilan Diana Jamesning nayrangini o'ylay boshladim. Missis Butler Sanportga ketmagan edi.